Dünyanın her qaysı joylarida Ürümçi qatliamı xatirlendi. Qadrli ko'rmalarimiz, albatta her yili bu Xitoy tajovuzchilarining 2009-yili vatanimizningki Ürümçi shahrida elib bağın, bütün dünyada intayin g'ulg'uluq qo'zg'agan hozirgacha xalqimizning qalbidami xuddi tunugünkidek bunun yarısı hali ham yepyangi holatda turayotgan bu qatliamni her yili dünyanın her qaysi joylarida yashayotgan xalqimiz turli faoliyat, namoyish, axborot e'lon qilish, yig'ilish degandek faoliyatlar bilan Xitoyni la'natlab, ayblab kelyapti hozirgacha. Bu yilmi 5-iyul qatliamining 17 yillik munosabati bilan dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimiz bu tarixiy jinoyatni Xitoyninki ve növbetli Şarkı Türkistan'da davamlaştırıvatkan Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini ayblab faoliyatlar, shundoq namoyishlar o'tkazildi dunyoning har qaysi joylarida. Jumladan Turkiyadagi ko'plagan Sharq Turkiston tashkilotlari va yerlik tashkilotlarningki hamkorligida 5-iyul Xitoyning İstanbul'da turishliq bosh konsulxonasi oldida namoyish va axborot e'lon qilish yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilishda oldi bilan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Musajan Er bayonot o'qib, 5-iyul Ürümçi qatliamining oldi keyindagi Sharq Turkiston vaziyati navbatdagi texmi ig'irlashgan qo'rqinchli vaziyat va xalqaro jamiyatning Sharq Turkiston masalasidagi mas'uliyatlarini qayd qilib o'tdi so'zda. Arkadan Şarkı Türkistan Ölümana Birlik Reisi Doçent Doktor Alimcan Buğda, Xalqaro Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birligi Muavin Reisi Ubul Qasim Ahmedi, Dünya Uyghur Qurultayı Muavin Reisi Abdurrashid Abdulhamid, Şarkı Türkistanlıklar Federasyası Reisi Emir Hasan, Eli Meşref Uyghur Vakfı Reisi Süleyman Köktuğ ve Cemaat Erbabı Abdülkadir Yapçan qatarlıqlar hammasi ayrım söz qilib, bu yerda bütün dünyanı bu faciali kunni unutmaslikqa, irqiy qirg'inchilikdan boshdan kechirayotgan Sharq Turkiston xalqi uchun amaliy harakatga o'tishga chaqirdi. Albatta, yuqorida deganimdek, dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimiz o'zlari yashayotgan davlatlarda xilma-xil faoliyatlarni o'tkazdik. Jumladan Avstraliya, Amerika, Shvetsiya, Gollandiya, Germaniya, Yaponiya, Norvegiya, Belgiya qatarlıq ko'plagan davlatlarda yashayotgan Sharq Turkiston xalqimi 5-iyul Ürümçi qatliamini xotirlab, bu yerda namoyish va axborot e'lon qilish yig'ilishi o'tkazib, mana shunday faoliyatlarni o'tkazdi. Bulardan sirt dunyoning har qaysi joylaridagi 100dan ortiq islomiy tashkilotning hamkorligida barpo qilingan Uyg'urlar uchun dastur harakati, bu yillar burun başlanğan hareket g'arbda bilasizlar. Uyg'urlar uchun dastur hareketi 5-iyul Londondagi Xitoy bosh elchixonasi oldida namoyish tashkillab, Ürümçi qatliamini Xitoyning izchil davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini qattiq aybladi. Ve bütün dünyani, xususan İslam dünyasını hele hem tegishli şekilde küçülük ovoz chiqarmayotgan İslam dünyasını Xitoyning jinoyatlarini to'sishga chaqirdi. Londondagi Xitoy bosh elchixonasining oldida. Xo'sh, demak, mana shunday faoliyatlardan o'tgan bo'ldi 5-iyul dunyoning har qaysi joylarida.